Hech o'ylab ko'rganmisiz? Siniy traktor, Ko'komelon, Papalam kabi multfilmlar nima uchun har qanday bolani, har qanday millatni yoki har qanday oilada o'sgan bolani o'ziga birdek jalb qila olyapti? Hech o'ylab. Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi beradigan ma'lumotimiz ota-onalarga ham iltimos, ham ogohlantirish sifatida bo'ladi. Video uzoqroq bo'lishi mumkin, oxirigacha ko'rib, kerakli xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Muammo bolalarga telefonning zarari haqida. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Siniy traktor, Ko'komelon, Papalam kabi multfilmlar nima uchun har qanday bolani, har qanday millatni yoki har qanday oilada o'sgan bolani o'ziga birdek jalb qila olyapti? Sababi bu multfilmlardagi qahramonlarning shakl-shamoyili, ranglar jilosi va bastalangan musiqa hamohang tarzda bolalarni o'ziga jalb qila oladigan qilib ishlab chiqarilgan. Agar bola shu kabi multfilmlar yoki telefonda boshqa narsalar bilan uzoq vaqt qolsa, nima o'zgarishlar kelib chiqadi? Birinchi o'rinda bolada insoniylik his-tuyg'usi, mehr-shafqat his-tuyg'usi parchalanib ketadi. Bunday bolalar kimnidir tishlasa yoki kimnidir biron nima bilan ursa, ayamasdan jon jahdi bilan uradi. Eng og'ir holatlarda sifrovoy autizm yoki расстройство autistskiy spektra degan og'ir ruhiy kasallik kelib chiqadi. Bu holatda bola o'zini tanasiga yetgan jarohatni, og'rig'ini ham to'liq his qila olmay qoladi. Sizlarga telefonning zarari haqida bir ma'lumot bilan tushuntirishga harakat qilaman. Bir necha yillar oldin Masha Medved multfilmi juda ommalashgan. 200 dan ortiq seriyasi bor multfilmda hamma seriyasida ayiq mehribon ona rolini, Masha axloqsiz qiz rolini namoyon qilgan. Ayiq uylarni salomjon sarishta qiladi, ovqatlarni tayyorlaydi, Masha yugurib kelib hamma yo'qni buzib qochib ketadi. Birorta seriyasida yo'qki, Mashani ayiq tutib olib, o'zini xatosini to'g'rilashga majbur qilgan joyi yo'q. Endi shu davrda katta bo'lgan bolalar, o'g'il bola bo'lsin, qiz bola bo'lsin, hozirda katta bo'lib, o'qishida ham ma'no yo'q, yurish-turishida ham, o'zini tutishida ham ota-onani qiynab qo'yadigan holatlar kuzatilyapti. Bu gaplarni gapirishimizga, bu videoni qilishimizga majbur qilgan narsa shu kabi muammolar bilan murojaat qilayotgan ota-onalar soni ortib borayotgani bo'ldi. Shuning uchun kelajakda bolangiz va o'zingiz qiynalib qolmasligingiz uchun bolangizni bir daqiqa ham telefon, televizor, planshet bilan yolg'iz qoldirmang. Ras yoki sifroviy autizm haqidagi ma'lumotlar bunday kattaroq bo'ladi. Keyingi videolarda bu haqida ma'lumot berib o'tamiz.